Soch to'kilishi ham albatta mavsumga bog'liq desam bo'ladi. Bir tarafdan bahor oylarida bizada boshlanadi organizmda avitaminoz, ya'ni organizmga kerakli bo'lgan vitaminlar yetishmovchiligi boshlanadi. Bu bizani organizmimizga, ya'ni terimizga, sochimizga, tirnoqlarimizga ta'siri juda ham katta. Buni biz aniqlashda albatta bir qancha organizmda kerakli bo'lgan fermentlarga analiz topshirishni buyuramiz va endokrinolog maslahatini tavsiya qilamiz. Shunga asoslanib biz keyin davo muolajalarini tayinlaymiz. Yana unga bir qator qo'shimcha muolajalarimiz, ya'ni biz mezoterapiya va plazmaterapiya muolajalarimizni tavsiya qilamiz. Bu kompleksli lecheniya hisoblanadi. Ham organizmga kerakli bo'lgan moddalarni biz buyuramiz, retsept yozib beramiz va qo'shimcha sochga bu muolajalarni o'tkazamiz. Bu muolajalar soch ildizini mustahkamlaydi, tiklab beradi. To'kilgan sochlar o'rnidan yangi sochlar hosil bo'ladi va soch shuni hisobiga ham qalinlashib boradi. Nasliy bo'lsa ham bu degani qarashim kerak degani emasda, o'sha qancha bor qismini bo'lsa ham ushlab qolish kerak. Agar endi уже ko'rsatma bo'lsa, конечно, пересадка, soch ektirish muolajalarini o'tkazsa bo'ladi. Даже soch ektirishdan oldin shu muolajalar, ya'ni mezoterapiya, plazmaterapiya muolajalari o'tkaziladi. Nimaga? Bu именно har bitta soch ildizi o'sha follikullarni tiklab qolish maqsadida ushlab qolish.